Mavzudan uzoqlashmaymiz. Andijon tumanida Yoshlar kuni va Oila kuniga bag'ishlangan Milliylik faxrimiz forumi bo'lib o'tdi. Tadbirda tumanning faol yoshlari, nuroniylar, oilaviy qadriyatlarni ulug'lab kelayotgan namunaviy oilalar, tumandagi mahalla faollari hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. O'tkazilgan tadbirda viloyatimizdagi barcha kuch tuzilmalari, Qo'rg'ontepa tuman hokimligi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Andijon viloyati kengashi, Ulug'nor tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi raisi, o'quvchilar va keng jamoatchilik vakillari qatnashdilar. Uchrashuv davomida yoshlar bilan samimiy suhbat tashkil qilindi. Ularni qiziqtirgan savollariga mas'ullar tomonidan batafsil javoblar berildi. Tadbir ishtirokchilari mamlakatimizda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, e'tibor va g'amxo'rliklar haqida fikr almashdilar. Jumladan prezidentimiz tashabbusi bilan har payshanba yoshlar kuni deb e'lon qilinishi yoshlar bilan manzilli ishlashda muhim qadam ekanligi ta'kidlandi. Muhtaram prezidentimiz, qurolli kuchlarimiz oliy bosh qo'mondoni tashabbusi bilan har payshanba kuni yoshlar kuni deb e'lon qilingan. Uchrashuv davomida tashrif buyurgan mehmonlar tomonidan yoshlarimizga kelajakda vatanimiz ravnaqi uchun o'zining katta hissasini qo'shadigan haqiqiy vatanparvar yosh bo'lib yetish uchun kerakli ko'rsatmalar berildi. Uchrashuv davomida savol-javoblar bo'lib o'tdi. Yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollar yuzasidan mutaxassislardan batafsil javoblar oldilar. Mana shunday uchrashuvlar yoshlarda vatanparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlab, ularni yurt ravnaqi yo'lida yanada faol xizmat qilishga ruhlantiradi.